Buxoro davlat pedagogika instituti, pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti pedagogik ta'lim kafedrasida o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Shu bilan bir qatorda Institut yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchisi sifatida ham faoliyat olib bormoqdaman. Institutimiz Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti tomonidan 2021-2024-25 o'quv yilining o'zida bir qancha yirik loyiha va tanlovlar amalga oshirildi. Bulardan institutda Zakovat intellektual o'yini bo'yicha rektor kubogi, 1-liga, 2-liga musobaqalari, intellektual haftalik, intellektual maydon, Zuko kitobxon kabi yirik loyihalar amalga oshirildi. Institutimizda talabalarning taklif va tashabbuslari har doim institut rektori tomonidan qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Aynan talabalarning tashabbuslari bilan institutimizda tashabbus jurnaliga asos solindi. Ushbu jurnal talabalarning talabalik yillarida erishgan yutuq va natijalarini tarixga muhrlab boradi. Institutimiz talabalar tomonidan erishayotgan yutuqlarimiz tahsinga sazovor. Birgina shu o'quv yilining o'zida 10 nafar talabamiz nomli stipendiyaga, 1 nafar talabamiz prezident grantiga sazovor bo'ldi. Sport sohasida ham erishgan yutuqlarimiz sezilarli darajada. Birgina shu o'quv yilining o'zida 3 nafar talabamiz jahon chempioni, 6 nafar talabamiz Osiyo chempioni, 50 nafarga yaqin talabamiz O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritishdi. Aziz abituriyent, sizda tanlov bor, ammo unutmang, har bir tanlov bu kelajagingiz sari tashlangan ilk qadamdir. Ilk qadamni qanday tashlashingiz bu sizni kelajagingizni belgilab beradi. Agar siz orzularingizga jiddiy yondashsangiz, agar siz bilim va hayotni yoritmoqchi bo'lsangiz, Buxoro davlat pedagogika instituti siz uchun eng to'g'ri tanlovdir.